Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifeler Tarihi namlı kitabımızdaki dersimizin devamında bugün Suyuti rahmetullahi aleyh Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'niki evveliyat yani tunçılığı yani en birinci kılgan işleri hakkında toxtalmoqchi. Cümleden bu adam tuncu Müslüman boğan adam, tuncu Kur'an'ı joğlagan, toplagan adam, Kur'an-ı Kerim'ni tuncu qıtım musab deb atagan adam, bunun dalili başta ötep boldu. Şundaqla tuncu qıtım halife deb atalgan kişi mi? Şu. İmam Ahmed İbn Abi Muleyke'de rivayet kılıp Ebu Bekir'e başkalar tarafından ya halifetullah, Allah'ın halifesi diye vaxtıda men Resulullah'ın halifesi, men şuna gayet memnun deb müştaq cevap bergen idi. Şundaqla dadısı hayat vaxtida xalifelik huquqqa chiqqan tunji adam shu. Shundaqla xalq tarafidan uning maash bekitilgan adam. Yani o'zining maoshini o'zi bekitmaydi, bunda xalq bekitib berganda haqiqiy mana islomdagi ayni vaqtdagi huquq tuzumi ajoyib ilg'or edi. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh Ayşe radhiyallahu anha rivoyat qilinib bu ayoldan deyişçe, dadam men Ebu Bekir xalife boğan vaqtida mundaq dedi. Mening qavmim mening hunurimning borligini biletdi dedi. Bu hunurim mening oilamdagi umumiy chiqimni hal qilishga yetadi. Men musulmonlarning ishi bilan mashg'ul bo'lgandan keyin Abu Bekir oilasi bolalarim mushu moldan, ya'ni baytal moldan, davlatning shu maosh pulidan yeydigan bo'ldi. Shu orqali musulmonlar uchun dadam ondan o'ziga shu hizmetini rivojlantirgan deydi. İbn Sa'd, Ata İbn Sa'ib'den rivayet kılınsıca Abu Bekir Sıddık'a bayat kılınan vaqtida bir kunsi şu özünki beleklerde kiyim götürüp bazara maptı da. Bu adam eslemde kiyim giyecek soğudigere. Sonra Ömer radıyallahu anh dep nege varsa dese bazara dep. Sen bu Müslümanların ışığı mesul bir halif tutsan bu işni qanday qilasan debdi. Degandikin bolalarimni qanday boqamamsan debdi Abu Bekir. Degandikin Ömer menga ondaqda sana Ebu Ubeyde maaş bekitib berdi deb bu ishkelen Ebu Ubeyde ibn Jarrah'ın qışığı beribdi. Ve mundaq debdi. Sana muhacirlardan o'ttirhol bir kishininki turmushiga yetarlik maaş bekitib berme. Qishda bir kiyim, yozda bir kiyim berme. Aşını eğer şu kiyim çirip kesse bunu devlet maliyesiga qaytarıp berip başqa yenisini alsa debdi. Şunun bilan kunlikka yarim qo'y maaş bekitib beribdi. Andan o'zining shu uchtisiga, beshiga keladigan kiyimni bekitib beribdi. İbn Sa'd Maymun radhiyallahu anhu rivoyat qilinishicha Abu Bekir xalifa bo'lgan vaqtida buningga 2000 derham pul şu vaqtdagi pul birligi maaş bekitgan vaqtida men aldiroq beranglar yana mening bolalarim bor, men tijoratimni tashlamasam bo'lmaydi deganiki 500 ni yana qo'shib bergan deb shundoq dedi. İmam Tabranining Hasan ibn Ali ibn Abi Talib'dan rivoyat qilinishicha bu kishi mundoq dedi. Abu Bekir hamda sakaratdagi vaqtida mundoq dedi. Qizim Ayşe biz sutini ichayotgan ma to'giga beqin qarang. Biz mush aytganda qopqa vaqtimizda yepindigan shu kiyimlarga, biz kiydigan ma kiyimlarga, ma adiyallar qarang. Biz musulmonlarning ishiga mas'ul vaqtimizda shundan foydalangan. O'lib ketgan vaqtimda buning hammani Umarga qaytarib berang debdi. Shuning bilan Abu Bekir o'lib ketgan vaqtida uni men Umarga avatib berdim. Ayşe dedi dema gapni. Umar mundoq dedi. Allah Abu Bekir'e rahim qilsin. Bundan keyin kelgan adamni haqiqatan zo'r jafo tortdi dedi. Chunki bu adam nihayat zohid davlatniki maliyasini hech qanday bir shaxsiy foydalanmagan avval yo'q. Bugungi qaynagan vaqtida bu olam shumul farq borda. O'zining nafsi cho'q tortilgan, o'zining huquqdan foydalanib olgan avvallar nihayat ig'ir bugungi kunda qancha bir taqvo bir siyosiy umma lekin bu aynı vaqtdagi islomiy hokimiyatning tuzilmasi ajoyib esil, haqiqiy bunda samimiylik ustiga qurilgan. İbn Abi Dunya Abi Bekir ibn Habsda rivoyat qilinishicha Abu Bekir sakaratlik vaqtida Ayşe'ga mundoq debdi. Qizchiqim, biz musulmonlarningki ishiga mas'ul bo'lgan vaqtimizda
bir dinar bo'ladi, bir dirham pulni olib boqmadik. Lekin biz qo'shqimizga ularning eng o'tirhal nachar tamoqlaridan yedik. Ularning shu hushimizdagi qilin kiyimlarni kiydik. Endi musulmonlardan olgan yoki davlat moliyasidan olgan hech narsa qolmadi qishimda. Ma bir habashi qora qul bor. Andan mavu su to'shiydigan bir tugi bor. Andan mavu chirib ketgan ma bir adyal bor. O'lib ketsam bularni uch narsamda. Buni Umarga olib biring deb shundoq degan. Jumladan bu odam tunji qatim davlat moliyasini o'tirib qo'yib, davlat uchun bunday moliya omba tutgan, shuni o'rnatgan odam. İbn Sa'd Sahl ibn Abi Hasma ve ondan başqa kishilarda rivoyat qilinishicha, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning sunuh degan o'rinda hech kim buni qo'g'dimaydi. Shu yerda bir 11 baht mal saqlaydigan davlatning milini. Sunuh degan hozir shu Madinadagi Masjid Nabiyga 2 kilometr keladigan avvali yoki oliya deydigan o'rinda. Ve buni bir qo'g'daydigan odam usanmamsa desa, qulpi va deb qo'ydi ekan. Shuning bilan shu ombodagi narsa beka olib ketguncha quruqdab qo'yg'ich haqqi beradi ekanda. Madina ichiga o'tkelgan vaqtida shahar ichiga uni hamda ombani o'ziniki uyiga o'rnatibdi hamda uyda. Shunda mol kelsa buni kishilarning kambag'allar taqib beradi. Hatto taqsimotda hamma kishini o'xshash qilib belgilaydi. Mayli muhojir, mayli ansari, mayli qari, mayli yosh hammasiga o'xshash beradi. Bu tunji musulmon bo'lgan, bu taqvo deb bunda desa, bu taqvolikqa tunji musulmon bo'lsa Alloh bilan o'zing ishi deb molni zot o'xshash beradi. Endi ish qilgan to'ga, ot, qurol yaroq setilib, buni Alloh yo'liga, ya'ni vaqf qilib askarlarga beradi. Undan boshqa shu turli sahrolardan, jiroq kanit qishloqlardan yepincha adyal kiyim-kechaklarni setilib, buni Madinadagi tul xotun yetim o'g'illarga taqdim etdi dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'lib ketgan vaqtida dafn qilinib bo'lgandan keyin Umar nayt amin, omonatdor, ishonchli odamlardan bir nechini chaqirib, ulardan Abu Bakrning uyiga kirdi. Ma hisob bilish uchun ham Abu Bakr shu payg'ambarning maqomidagi bir odam bo'lsa-mu, ma islom tuzilmasiga, hokimiyat tuzilmasiga bir yorqin nuqta ma bu. Yorqin nuqta. Chuqur bir hisob ochiq oshkor bo'lishi kerak xalqqa bu yerda. Abdurrahmon ibn Avfni, Osmon ibn Affonni elib kirib, Baytul Molni, hamda bu ombani oqtirishdi dedi. U yerda bir dinar, bir dirham pul uchratmadi deb shunaq dedi. Hamda ma Suyuti deydi, ma asar orqali askari degan olimning Ovoil degan nomli so'ziga bir raddiya berayli. U odamning deyishicha, hamda tunji qatim shu davlat moliyasiga omba tutgan odam Umardi debdi. Mayli payg'ambarimizning, mayli Abu Bakrning zamonasida bundaq davlat moliyasiga ajratgan uy yo'qdi yoki davlat ombiri Baytul Mal yo'qdi debdi. Demak, Abu Bakrning zamonasida bor demdi, lekin Umarning zamonasida nihoyatda ko'p mol bo'lmasmi. Hamda men Ovoil nomli kitobimda bunga raddiya bergan. Ondan askari yana bir o'rinda bu kitobning o'zing kitobiniki yana bir o'rinda diqqat qilib Baytul Malga ega bo'lgan odam, shu Baytul Malni boshqargan odam Abu Bakrning zamonasida Abu Ubayda edi deb o'zining so'zining xatoligini to'g'rilabdi dedi. Jumladan endi hokimning deyishicha, islomda atiq nomi bilan mashhur bo'lgan kishi yoki tunji laqablangan, hurmat nomiga erishgan odam bu yana Abu Bakr Siddiq edi dedi. Shundaqda bu bo'limda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamniki va'dalarini joyida o'rindab bo'lgan. Masalan, Imom Buxoriy Muslimning rivoyat qilinishicha, Jabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday debdi: agar Bahraynning mollari kelib qolsa, men senga manda shakldagi mol dunyo berma debdi Jabirga va'da qildi. Ammo Rasululloh o'lib ketgandan keyin Bahraydan mol kelibdi-da. Shuning Abu Bakr kimning hamda Rasulullohning qarzi elishi bo'lsa yoki Rasululloh bilan putishma bir va'dasi bo'lsa, qishimga kelsin debdi. Shuning bilan men kelib Abu Bakrga xabarni bu ahvolni yetkazdim degan. Ol dedi. Shuni elib shu 5 dirhamdek pulni olibdim. Olsam, menga yana
1500'üne ziyade oşuq bergen. Bu Resulullah'ın vədisini orunduğan deydi. Hem de Ebu Bekir Sıddık'nınki kısıkça hem de qusaqlıq, kemterlik alametleri yoki holatlardan İbn Asakir Unaysa'da rivoyat qilinishicha Ebu Bekir bizning mayliga 3 yilda shu yerda o'rtoqlashib turgan deydi. Xalifa bo'lishdan burun va xalifa bo'lgandan keyin 1 yil. Shu jarayonda mayliniki kichik uşaq qizlari qo'ylarini etkazsa, shuni shularga sig'ib beradi deydi. Bir davlatniki bir podshosi, shunday. İmam Ahmed Zuhd nomli kitobda Maymun ibn Mihronda rivoyat qilib, bir adam Ebu Bekir Sıddık'ның qışığı kelib debdi. Ey Resulullah'ın xalifasi sana salam bo'lsin degandan keyin, "Mushu hammalar qarab tursa, mushuning ichida menga salam qilamsa?" deb shunday degan. Bu adam balkim bu yerda hamda bir xil ya g'ayvatdan yoki bo'lmasa hamda bir xushomatdan degan bo'lishi mumkin. Şuna özün kemterlikni bu söz orqali ifodalagan. Ibn Asakir Abi Salih al-Ghifari degan kishidan rivoyat qilib, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir qir ayolga o'zi ko'zi ko'rmaydigan, yashinib qolgan bir ayolga davomli ahamiyat berib shuni yo'qlab turatgan. Bu ayol ham Madinaning sal sirtiroq bir ayol ekanda kechalarda. Shundan u ayol uchun ba'zi suv ekib beratgan, ba'zi uyning xizmatini qilib beratgan Umar. Şundan o ayolına qaşıq bir qıtım şunda davamlı kelgan vaqtida boshqa bir adam o ishni qilib bo'lgan. O ayolning deganini hamma o'rindab bo'lganda, shunda bir qıtım bir adam oldimga kirib olmasin deb, noyat burun kelib bir ko'z tutganda. Kuzatgan vaqtida Ebu Bekir kelib xizmatini qildi. Shu vaqtida xalifa ekan, xalifa vaqtida. Ömer debdiki, "To'g'ri, sen albatta Ebu Bekir dersen. Yani senin oldinga kirgili olmaydi deb mustaq degan. O'zing xalifalik vaqtidami yana shu yetim misir, qir mo'maylarniki shu oddiy xizmatlarini o'zi bejirib o'rinlashtirgan. Abu Naim va ulardan boshqa kishilar Abdurrahman ibn Abdurrahman al-Asbahaniydan rivoyat qilinishicha, Hasan ibn Ali roziyallohu anhuning o'g'li, Rasulullahning nevrisi, Fatimaning o'g'li Ebu Bekir'nin qaşığı kepti. O şu vaqtida Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki munberga chiqib olibdi ekan. Yani Ebu Bekir munberda Hasan uydan chiqib yatalardan kelib masjidda hamda. Degandan keyin qarsa hamda u İmam Hasan kichkidan tatib odatlangan, o cho'ngdan esa Rasululloh o'ttirgan, xutba o'qigan bir munber bu. Shunday kelib bilan "Tusha bu dadamniki o'tirdigan yeri" debdi. Ebu Bekir'in derdida Ebu Bekir munberda tursa, "Tusha bu dadamning, yani cho'ng dadamning o'tirgan yeri bu tusha" degandan keyin Ebu Bekir "To'g'ri, rost aytding, bu dadamning o'rni" deb qushqida o'tag'izib, "Naytibek ta'sirli yig'lab ketgan" deydi. Ali roziyallohu anhu shu vaqtda shunday debdi. "Men uyutib qo'ymadim juma bu gapni. Bu o'zing mustaddatida desa, rost deding. Men seni bunday ayblamayman, buni gap to'g'ri" deb shunday degan deydi. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.